Assalamu alaykum qadrli radio tinglovchilar. Do'stlik programmasi bo'yicha berilgan Uyg'urcha anglitishimizni boshlaymiz. Studiyada jurnalist Guljamal Imarjon qizi. Milliy san'atimiz dunyosida ismi ko'pchilikka yaxshi ma'lum talantli naqshchi ham kompozitor Saniyam Ismoil. Mening ismim Uyg'ur qizi. Mangu miras. Ismidir ayol o'xshash amibab naqshlarni yaratdi. Yaqinda bo'lsa, naqshchining yangi ijodiy amgigi Sizni Söymen nomli naqshisi yo'riq chiqdi. Biz ijodkorni tabriklagach, suhbatga tortdik. Hozir diqqatingizga shu suhbatimizni taqdim qilamiz. Sanya mazkur yangi naqshingizni yo'riqqa chiqishiga nima sabab bo'ldi? Mumkin bir ideya bordi buning aslida, shu haqida aytsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Sizlar bilan mushu to'lqinda ko'rishayotganimdan nihoyat xursandman. Guljamal hadimiz, salomat turibsiz. Nihoyat uzoq bo'ldi ishimiz paranglashmaganimizga. Savolingizga javob bersam, to'g'ri, sizni Söymen degan naqsha faqat muhabbat jihatdan emas, bu hayotni suyish, ata-onani suyish, farzandni suyish, jumladan barcha muhabbat to'g'risida bir hikoya. Bu naqshamning turkisi albatta muhabbat. Mushu klip boshlangan chaqdilam Uyg'ur teatrimizning aktyori Xalmurat akamiz ayoldan Aliyam xonimdan so'raydi emasmi? Hey, yaxshi vaqtlarda biz muhabbatlashib degan. Albatta hozir buni WhatsApp deymiz, Instagram deymiz. U haqiqiy muhabbat emas, burun bizning dodlarimiz, aplarimizning yeniga muhabbatni izhor qilish uchun kelish uchun o'sha haftalab oylab saqlatdi. Bizning ota-bobolarimizdan o'tgan Leyli Majnun deymiz, Tahir Zuhrala deymiz, ular degan jillab saqlab, hatto bir imoratlarni silib yoki bo'lmasa cho'qim bir azobchilikni tatib andagi muhabbatga erishganda, demak, mishada burunqi saf muhabbatni unutmasligimiz uchun mush naqshi bir turki bo'lsin deb yozgan edim. Menimcha nihoyatda utuqliq chiqqan naqsha deb o'ylayman. Bu naqshni oddiy insonlar haqida, eng esil his-tuyg'u haqida. Sizning fikringizcha, shunday his-tuyg'ular yetarlikmi hozirgi zamonda? Mumkin hozir yetishmayotgandi. To'g'ri deysiz. Hisobda biz mana hozir hayotimizning yerimini yashab bo'ldik deb desak bo'ladi. Shundaymi? Endi Alloh buyursa davomli umr suraylik. Demakchi bo'g'unim, biz hozir mushu ishimizdan nimani his qildik deganda hamma narsaga tarbiya lozimki. Tarbiya bo'lmasa, biz bolalarimizni so'yganda, bizning bolalarimiz tug'ilganda bolalarimizga ko'proq diqqat bo'lishimizni, undan keyin 11 yil mobaynida maktabda o'qiydi emasmi? O'qigan vaqtda har bir kunini qadrlab, hatto mushu mening bir tonishim bor, uning 3 bolasi bor-da. Olimjon apandim, shu kishi deganda men bolalarim bilan har yakshanbani o'tkazish uchun shunchalik taqozaman. Hatto qanchatal yakshanbam qoldi 16 yosh kirgicha, shu yakshanbani cho'qim bolalarim bilan o'tkazishim kerak deb ashundoq menga bir ta'sir qilgandi. Nima demoqchi bo'lganimki, mushu ishimizda biz endi tushunyapmiz. Qadam bo'yicha muhabbatga bo'lgan tarbiya, ota-onaga har bir qilgan gap so'zga bo'lgan tarbiya. Bola hatto o'rnidan qo'pib o'ng qo'limiz bilan yeyish, suv ichgan vaqtda o'tirib ichish degan eng qisqasi tog'ni o'rish uchun qum ziqqandek bo'lishimiz kerak-ku. Shuningga muhabbat ham tarbiya nihoyat muhimki. Uyda bo'lgan tarbiya muhim deysiz. To'g'ri. Nihoyat esil gaplarni qilyapsiz. Endi Sanya bizning radio tinglovchilarimiz sizni sevib ketdi, sizni nima ish qilyapti deb qiziqadi. Shuning uchun bugungi ish faoliyatingiz, siz o'zingiz endi ko'p qirliq insonsiz, ish faoliyatingiz haqida radio tinglovchilarimizga aytsangiz. Bo'ldi. Mening atdigandan kechkirgacha o'ylaydigan o'yim nima deganda, ulug' Alloh menga farzand berdi emasmi? Shu farzand mening boshlig'im, mening onam, mening dadam bu. Shuningga ham mening hayotimning davomi. Ulug' Alloh bizga farzand berganda, mushu insonning davomini xohlaydi ekanda deb o'ylayman. Guljamalning bir qizi bor ekan, demak ikkinchi Guljamalda bu. Bu zilala az ikkinchi soniya bo'ldi-da. Kundalik faoliyatimni nima qilyapman deganda, eng muhimi ona til. Nima degan gap deganda, masalan balam mana yenimde oturdu, özüme dep birdi. Her bir gapni, Rusça gaplarni qo'shib sasa, ishtiqlam bilan ma gapning Rusçasının gapi, ma Uyg'urcha gap, ma mundaq bo'ladi deplam, almashtiriblam, cho'qim uyda Uyg'urcha gap qilish. Ondan keyin balam hozir pianinoda o'rganyapti. Bizda yetishmaydi, masalan, bizning millatimizning yetishmaydigan quruqligi bor. U nima deganda, xalq naqshlarimiz, masalan, boshqa
universitet, kollej deymiz, İtaliyanın naqşlarini yoki bo'lmasa Rossiyaning naqşlarini qadimgidek fortepiano tankash naqşlarni aytadi. Shunday emasmi? Bizning Uyg'urcha naqshlar tankash yo'q. Qudus Xo'jamiyariz kompozitor akimiz Rizvangil operasini yozdi, demak sirtqi chiqadi Uyg'urcha naqshimizni, shundaymi emasmi? Demak, hozirgi bizning maqsad sizning, mening, Zilala qizimning yana ko'p bolalar shularga yetkazmoqchimanki, bizning naqshlarni shunda konservatoriyada, kollejlarda aytsa Oylan Qozaq qarindoshlarimiz, Rus qarindoshlarimiz, Tungan qarindoshlarimiz deb qo'yaylik. Shular o'zining teatrlarida, o'zining kollejlarida, masalan, shu kollejlarda, shu universitetlarda bizning Uyg'urcha xalq naqshlarimizni fortepiano tankash bilan, konsert mesterlar bilan voy adargu tiraririrabam tiraririrabam qismga aytasiz, kimning naqshisi? Uyg'ur xalq naqshisi desin degan ayt yaxshi, shundami? Hammamiz shu bir maqsadni qo'ygan bo'lsak, atugün bizning kitoblarimiz to'lib ketsa, ravab chilish metodikasi, chang chilish metodikasi, nay chilish metodikasi, Uyg'ur xalq naqshi, Qashqa xalq naqshi, Xotan xalq naqshining aytish uslublari deb kitoblarni yozgan bo'lsak, deb shu oldimdagi maqsad shu. Siz qurgan shu san'at yurtining maqsadi shunday bo'lishi kerak. Mushaqqa kichkina to'xtalib o'tsangiz. Nima uchun maktabimni san'at yurti deb qo'ydim desangiz, 4 yil burun Urumchidan Qozog'istonga ko'chib keldik emasmi? Urumchida san'at yurti deb bizning yurtimiz bor. Shu yurtning tarixi bo'lsin-chu, mushu deb san'at yurti deb ismini shunday qo'ydim. Qarindoshlarimiz menga to'rda yozdi. Chet eldagi bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz, mayli Amerika bo'lsin, Fransiya bo'lsin, shu yerdan soniyamada allay naqshini bir ijod qilib bergan bo'lsangiz, bizning bolalarimiz anglab cho'ng bo'lgan bo'lsa ashni. Bizning kompozitorimiz Nijot akimizga deymi. Shu akimiz orkestrovka qilganda allay muzikasi. Aytib chiroyli. Ashning ustiga tekstni yozib, muzikasini tayyorda, ashunday aytib muzikani yangiratgan bo'lsak, mana kichikdan tortib bolalar tug'ilishdan tortib allay naqshni anglasa, anondan keyin onam to'g'riliq, dadam to'g'riliq degan naqshlar bor. Shularni kirgizgan bo'lsak maktablarga. Sizlar Qozaq radiosundan Uyg'ur tilidagi do'stlik xabarini tinglab o'tirsizlar. San'at yurti bo'lsa 4 yil bo'lay deb qoldi. 4 yilning yog'izi bolalar naytijiq almışyapti. Almashdi deganda art sport ta'minlayapti. Bolalar bekalib o'qiyapti, hukumat to'layapti. 60 dan oshidi o'quvchilarimiz. Andan keyin qo'shni millatlarning bor, qarindoshlarimiz bor, rus deymiz, qozoq deymiz, turklarmi bor degandek o'shunday qanday bir necha 4 yil bo'lib qoldi. O'zimning o'quvchilarimga men nayti inchilik bilan qarayman. Masalan, bu yerda ko'ngil, hayotiga bo'lgan ko'z qarash degandek inchik bir taktikalar bor. Shuningga hozircha men yolg'iz, endi cho'ngaygan sir anondan keyin cho'qim solfejo degan dars bor, notlarni o'rgatish, anondan keyin naqshini to'plab etadigan xor degan darslar bor. Shularni qo'shishimiz kerak. Hozircha men yolg'iz, chunki ichimdagi bilimni daryoda mijiq. Shuningga uni men bu daryoni bo'ldiganga mening taqtim yo'q. Shuningga yolg'iz har bir bolaga o'zim tushundimisam, yurakni men beshib berib edi, anodagi boshqa ma'lumotlar tushundisima yetadi. Hisobda duttar, naqsha, xalq naqshlar, estrada naqshlari, anodagi naqsh muzikani ijod qilish kompozitorlik. Haydi yaxshi. Men bolalar bilan ishlash yoqamdi. Mayli 2 bola bo'lsin, mayli 60 bola bo'lsin, har bola onun ko'zi qarasam, ash bola qarsam, xuddi men yana qaytadan hayot kechirdiganga, yana kichik bola bo'ldiganga menga Alloh fursat berib atgandek qilam. Bolalarimiz bor, Arafat degan bolamiz bor. Yaqinda buni 3-oyning 8-iga bayramga naqsh o'g'itvatimizda Anilaning qo'y ko'zi bolamda Anilaning qo'y ko'zi distlab ketdim. Hey, Anilaning qo'y ko'zi degan gapni bilamsiz deb turib oshning kirib ketdim. Xuddi o'zimga qaragandek-chi, o'zimni tilovatgandek. Ashnar his qildim. Ma'lumlar u ikkinchi ona degani endi tushundim. Hayotingizdagi eng cho'ng utuğunuz, eng cho'ng baxtingiz Zilala qizimiz. Biz bilamiz, san'atda birinchi qadamlarni besyapti. Shu qizning utuqlari bilan kichkina bo'lishsangiz bizning radio tinglovchilar. Bu Zilalaning ismi Baxtiq. Pistekmi deymiz, bibishmi deymiz, zikokomi deymiz, har xil deymiz. Noyat jangovar, yurak noyat cho'ng. Absus hozir Zilalaning o'qiyotgan maktabida Uyg'ur qarindoshlarimiz noyat az. Bir alayda bir maktab. Школа для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. Mening saboqdishim, kursdishim Ashirov Nurkin. Shu maktabning mudiri, noyat isl maktab. Qizim hozir 2-sinfda o'qiydi fortepianoda.
Janya Akbarovna. Malimning ismi haqiqatan bek tas. Biroq uningga shu belni bog'lab qattiq o'rganishimiz kerak. Balam hozir yaqinda Cumhuriyetlik musobaqaga qatnashyapti. Birinchi qismda o'tib ketdi. Hozir ikkinchi qismga tayyorlik qilyapmiz. Yaqinda Turkiya, Qozog'iston, andan keyin Viyana, Qozog'iston musobaqalar bo'ldi. Birinchi o'rindan ikki bardi buyursa, tunugun yangi dutta ipadi, kichik dutta. Cho'qim duttani chelishimiz kerak. Ballalarimizga ko'ngilni bekerek bo'laylik. Ballalarimizning kelajagi u bizning millatimizning kelajagi. Sanam o'zingizning kelgusi maqsad, mudiyalarınız, planlarınız deb qo'yaylik. Mumkin radio tinglovchilar yangi naqshlarınız pat yaqinda tingshalamdi. Men armonlaringiz qanday bo'lishini aytib bo'ldi. Alloh xolisa, buyursa, mening yakka kechiligim 2018-yil bo'lganda emasmi? 4 yil, 5 yil bo'lay deb qoldi. Shuningga shu kechilikka asta-asta tayyorlik qilyapmiz. Buyursa, yangi naqshlarni maydonga keltiryapmiz. Uningga xili vaqtlar ketadi. Buyursa, shuningga endi eng muhimi kechilik sahnani zilolaga berib yetishim uchun cho'qim men shu cho'ng sahnada balam shuni sezish uchun o'zim yangi bir kechilikni maydonga keltirib, Alloh xolisa buyursa, shu yerda yangi naqshlarni yetkazib ichimda bor dunyoni, ko'nglimni hammani tomoshabinlarga yetkazsam, balam shu to'lqinni qabul qilib yurgiga singdirib, andan keyin davomli Alloh xolisa mening yo'limni davom ettirsa degan armon maqsadim bor. Şunun bilan hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü anlatışımızın tügütümüz. Anlatışımızı Saniyam İsmailning Sizni Söymən namlıq naqşısı bilan ayaqlaşdırırıq. Anlatışını efirə tayarlaganlar sound dizayner Ağzir Abduraimova, jurnalist Güljamal Merjan qızı. Keyinki seshanba kuni yeni didarlashqacha aman